Hop. Bozorni hop strukturasi hmm, ya'ni bozor masalan struktura bor. Masalan expansion kecha o'tdim bolalar expansion retracement to'g'rimi? Xuddi shunaqa masalan bozor yo expansion bo'ladi yo retracement bo'ladi. Xuddi shunday yuradi. Ya'ni qaysidir maksimumlar, qaysidir minimumlarni qisqa qilib tilda tushuntiryapman. Masalan bozor borgan, siz tepa, ya'ni logikani to'g'rilab olishni tepadaligini bilib olasiz mana o'sha tepada o'sha. Bu high qilgan, ya'ni high. Mana shu yerda turganmiz, siz tepadasiz, bilasiz. Ya'ni logikani to'g'rilab olishni bu narsa tepada. Siz tepada bo'lgan paytingiz hech qachon bu yerdan какой-то yana tepani ko'zlamaysiz-da. Masalan mana bu mana turibsiz, to'g'rimi? Mana struktura shunday turibdi, mana shunday turibdi. Siz mana bu yerda narxingiz mana bu yerda turibdi. Mana shu yerda turganda siz hech qachon yana teparog'ini ko'zlamaysiz-da. Bu o'sha tepa. Sizga какой-то retracement kerak. Hozir bu expansion bo'lg'imiz bizga retracement qilib beradi. Keyin zona qaysi zonaga keladi? Keyin biz o'shandan keyin buni tepaga deya olamiz. Hozir bu turgan joyi tepa. Ya'ni logikani tushunishinglar uchun masalan o'sha bundan oldingi darsda o'tdim bolalarga. Mana bu high low, high low, high low to'g'rimi? Xuddi shunaqa siz highda turganingizni aniqlab olishingiz kerak. Любой bozorda. Qaysidir masalan time frame turibsizmi? Mana siz highdasiz, to'g'rimi? High. Mana bu high. Bo'ldi, high bo'ldi. Tan oling bu high. Ya'ni endi hali o'tmagansizlar bu darsda, просто sizlar o'sha o'tgan darslarim bo'yicha aytyapman bolalar. Какой-то men hozir narsa qo'shsam bolalarga o'tmaganman-da bu narsani. Kecha bolalarga Fibonacci, market struktur, mana shunaqa kichkina narsalar общий qilib o'tildi. Hatto o'tmagan narsani hozir gapiryapman. Premium discount deb gapiryapman. Shuning uchun o'tgan narsani aytyapman. Masalan Fibonaccining o'sha tepadagi zonasi. Aytaylik pastdan tepaga tortgan, tepadagi 0.7 zonaga to'g'ri kelib qolamiz. Shunaqa paytda biz haydamiz. Bo'ldi, tan olishingiz kerak. Какой-то 0.5, 0.6, 0.7 kerak. Ya'ni optimal trade entry ga kelsa, keyin siz long olasiz. Siz bu yerda turibsiz mana. Narx mana bu yerda turibdi. Mana narx mana shu joyda turibdi. Siz mana shu yerda narx mana shunday turibdi. Siz mana shu yerda yana long deya olmaysiz siz. Bo'ldi, biz uje tepadamiz. Tepadaligimizni aniqlashimiz kerak. Ya'ni bilib olishingiz kerak. Struktura uptrend da, lekin uptrenddan highda turibsiz siz. Highdan bir xil bolalar kiradi, highdan yana high qiladi. Yo'q, unaqa kerak emas. Siz bu strukturani bildingiz, to'g'ri demaysiz. Endi key levelga kelib berish kerak. Bo'ldi, все. Siz просто tushunaysiz, tepadasiz. Qisqa qilib tilda tushuntiryapman. High pay demasdan. Iloji bor. Savollar bo'lsa qani yozib qo'yaveringlar. Account stream qilish uchun xos bolalar shunday darsda o'tib bolalarga hozir bular menga nima desa bular kurs uchun o'tirganda o'sha darsni bitta o'tib beryapman. O'shani hozir tugatib beray, keyin savollarga javob beraman. Xo'p, mana masalan hayda turibmiz, to'g'rimi? Hozir mana buni bozorda ham ko'rsatib beraman. Просто hozir bir ikkita yozilgan narsalar bor edi. Xo'p. Mana ya'ni siz highda turibsizmi? Uptrenddasiz, to'g'rimi? Mana high и uptrend. Siz bunaqa paytda kutishni bilishingiz kerak o'zingizdan, ichingizdan. Ya'ni kutish qayergacha? O'sha Fibonacci kecha sizlarga o'tirdi 0.6, 0.7 zonalar. Demak biz endi nima qilamiz? Highda turibmizmi? Demak kutamiz. Все, endi qaranglar, shuni bozorda ko'ramiz. Xo'p, mana bugungi bozor, xo'p aytaylik, qaranglar. Bugungi bozor siz mana xo'p aytaylik, mana bugungi bozorni какой-то oldingi narsalarni analiz qilmaylik. Masalan, bugungi bozor nima bo'ldi? Mana AV degan coin, to'g'rimi? Qaraymiz. Masalan, turibmiz, to'g'rimi? Mana boyaga o'sha high, low narsani bilganmiz-ku biz. O'sha narsa o'rgatilgan. Mana high turibsiz. Mana hozir high ga keldi, to'g'rimi? Trend, mana bu trend. Mana bu trend uptrend. Ya'ni trend ketyapti masalan. Men chizmayman bu narsani lekin просто tushunishinglar uchun uptrend, ya'ni masalan pastga tip high low hech narsa qilmagan. Просто siz masalan yana mana shu joyda turibsiz, to'g'rimi? Mana tepasida turibsiz, to'g'rimi? Mana shu yerda turibsiz, to'g'rimi? Mana shu joyda turibmiz biz. Siz bu yerda nimani kutasiz? Siz bu yerdan yana tepani kuta olmaysiz. Mayli high lowdir. Mana high low highda turibmiz. Ya'ni o'zingizlar mana esib turib, tilda esib turibsizlar. Highda turibsiz. Highda turibsizmi? Siz hech qachon bu yerdan yana high ko'zlamaysiz. Какой-то mana bu likvidlar yoki bu narsa o'tmagansizlar likvid degan mavzuni, lekin mana shu likvidlarni ko'zlamaysiz. Siz bu highdasiz. Demak bizga nima kerak? Aytayapti, o'sha boyaga tortgan zonamiz bor, sizlarga o'rgatilgan Fibonacci. Qayerdan tortasiz? Siz endi Fibonacci'ni bu yerdan tortmaysiz, bu yerdan tortish uchun bu mana bu yoqqa kelib. Endi yaqinroq tortasiz. Xo'p, mana. Ko'rasizlar? Qaysi zona?
Вот 05, 06, 07. 3 ta zona o'rgatdim sizlarga. O'sha zonalarga kelish kerak. Вот endi вот mana shu zonaga keldi, to'g'rimi? Bo'ldi. Ya'ni sizlarga tushunishinglar uchun mana bu yerda turibsizmi, siz biling haydasiz. Bu yerda turganda ham haydaysiz. Masalan, bu yerda turganda ham hayda bo'lgansizda. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni haydni aniqlab olish kerak. Endi bu narsani agar men hozir bu mana masalan 1 kunlik olsam, qaranglar. 1 kunlik olsam bu nimada? Tushunyapsizlarmi? Вот 1 kunlik olsam, уже bu вообще boshqa tema oldim. Low, high, low, high. Okey? Tushundinglarmi? Уже 1 kunlik olsam вообще boshqa tema. Demak, men endi highdaman, endi men lowni kutaman degan narsa bo'ladi-da. Tushunyapsizlarmi? Marka struktura bo'yicha qarasak. Demak, men aniq bo'lyapti, dailyni уже men haydaman, какой-то FV ga o'tmagansan, FV ga yo'q. Qanaqa zona yoki mana bu Fibonacci'ni bu yerdan bu yoqqa torsam 0.5 ga tegib qaytayotgan ekan. Ha, deysiz. Demak, bu dailydagi sham, dailydagi ketayotgan narsa, demak biz down trendda ekanmiz. Ya'ni boyaga borku, expansion retracement hozir bu retracement qilyapti ekan o'tman. Masalan, narx qaytyapti deysizlarda, hayda, ya'ni endi bu hayda, tushunyapsizlar? Demak, daily xo'p, bu down trendni hayda, demak biz endi ya'ni lowni kutamiz daily deb qarab olasizlar. Buni tushundinglar degan umiddaman. Shu joyga qani kimda savol bor? Shu joyga savol bormi, bolalar? Gruppaga yozsanglar, gruppada ham qarab beraman. Hech chiqoqlar ko'ryaptimi uni? Xo'p, agar mana sevimli mana kimda savol bo'lsa, hozir nima haqida o'tganimni tushungan bo'lsanglar, savol bo'lsa, bir narsa bersanglar, uni sразу ответ olasizlar. Xo'p, endi qaranglar. Вот. Mana yozgan narsam qarab oling. Endi sizlarga xo'p o'tiladigan ko'rsatilgan narsa, вот. Demak, siz просто bilib olasiz. Endi shuni lowdaligimizni aniqlab olishimiz kerak. Masalan, siz mana trend ketyapti, to'g'rimi? Narx ketyapti, mana high, low, siz mana bu yerda turibsiz. Siz qaysi biridan qayerdasiz hozir? Mana savol sizga qayerdasiz? Mana low, low, demak biz lowdamiz. Endi bunaqa turgan joyda biz nimani qidiramiz? Bu yerdan siz yana какой-то short yoki yana pastroqda ko'zlamaysiz-da. Какой-то momentdagi likvidlar chizib bu oldingi narsa. Demak, bizga nima qilish kerak bo'lsa, har doim K level yoki o'sha Fibonacci'miz bor sizlarga o'sha. Endi bolalar, nimaga Fibonacci deyapman? Masalan, bularga o'tirgan narsa endi Fibonacci, какой-то FV hali o'tirmagan, shuning uchun Fibonacci deyapman. Xo'p, masalan. Kelyapti. Demak, siz bu yerda turibsizmi? Demak, men lowdaman, lekin men hali yana lowni ko'raman. Da, meni maqsadim men chizib olgansiz какой-то zona, to'g'rimi? Zona qo'yib qo'ygansiz, yana lowga boradi deb. Lekin endi siz bu yerda enter qilmaysiz. Enter zonangiz bu yerda bo'lmaydi. Siz kutasiz narxdan. Masalan, qaysidir zonagacha maksimum o'sha diapazon qanaqa zonaga kelib qoldi. Siz maksimumni hozir yana sразу yana maksimumni ko'zlamaysiz-da. Maksimumdan minimalniy pastga tushganda siz savdo qilishingiz kerak. Har doim bu narsa bo'lishi kerak. Stop loss'ni kichraytirish uchun ham har tomonlama bu narsa kerak. Demak, men tan olaman, men pastdaligimni, demak, men pastdan yana pastni izlamayman, men pastdan tepani izlayman. Xo'p, bugungi bozordan bitta isbot qilib sizlarga ko'rsatib beray. Xo'p, mana bugungi vot mana AV, to'g'rimi? 4 soatlik. Yoki mana OP, qaranglar. 4 soatlik mana bugungi bozor, realniy ответ sizlarga vot. Mana masalan qaranglar. 4 soatlik mana high, low, to'g'rimi? High, low, OP, high, mana high, ya'ni low, high, to'g'rimi? Qaranglar. Mana shu joyda biz tepada edik. Ya'ni mindset ishlatamiz, bu yerda biz tepadamiz. Demak, men tepadan hozir men yana какой-то mana bu zonani izlamayman. Turibdi, to'g'ri, lekin. Mana tepada turibdi, mana bu yerda likvid. Bu zonani izlamayman. Bu yaqindir, какой-то yaxshi kelib qolgandir, lekin men haydaman. Menga nima kerak? Menga optimalni minimum risk yoki optimalni trade enter. Вот menga nima kerak o'sha narsa. Bularga endi Fibonacci o'rgatilgan, Fibonacci qilib ko'rsatyapti. 0.6 0.7 kelish kerak. Endi men haydaligimda men nima qilaman? Men mana shu meni targetim bor, to'g'rimi? Meni tepadagi zona emas, meni targetim. Endi pastroqdagi zona bo'ladi. Demak, men haydamanmi? Haydan men какой-то pastroqdagi zona. Вот mana ko'rishinglar mumkin. Men masalan bolalar bilan birgalikda short ochganmiz. Mana New Yorkka вот mana
ochilgan, u ishlandi. Ya'ni pastiga men qayerdaligimni aniqlab, ya'ni tepadaligimni aniqlab olgandek, men qayerga ishladim? Pastiga ishladim. Bu demak, men aniq tepadaman, demak men pastiga ishlab olaman. To'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Masalan, mana bolalar bilan birga ishladik. Xo'p, qani? Mana ko'rishlar mumkin. Masalan, mana OP 112%, 52 da 2% ushlandi savdo. Undan oldingisi mana ave любой coinga ketaveradi bu. Любой coinga tashlaysizda savdoni ochib yuborsangiz bo'ladi, ishlaydi. Вот mana trend просто tushunasiz, qayerdan вот mana op 44%. 2% ishlandi. Вот mana analizimiz bor. Shunaqa, ya'ni qayerdaligimizni aniqlab olgandan keyin bozor shunaqa. Tushundingizlar degan unutmang. Bu narsani yaxshilab tushunib oling. Siz masalan tepadaligingizni, pastdaligingizni aniq bilib olganingizdan keyin bozorda masalan qayerga ketyapti, masalan qaysi yo'nalishda hozir nimaga boryapti, siz bozorni chustva qilasiz, his qilasiz o'zingizda. His qilganingizdan keyin masalan bu trendni siz bilasiz, qachon buzilishini, bu trend qaysi zonaga qachon borishini har doim his qilib turasiz. Hop, qani endi. Demak, tushundinglar degan umiddaman. Tushunmaganlar bormi? Qani, unda yozinglar YouTube'da. Savol yo'q hozircha. Bo'ldi. Tushunayotgan bo'lsanglar yaxshi. Xo'p. Вот mana qisqacha mavzu, lekin realniy bozorda ishlaydigan, har doim ishlatsa bo'ladigan narsa. Вот. Mana shu yetarli deb o'ylayman. Hozircha dars sizlarga mana shu endi bir ikkita indikatorlar o'rgatildi. Mana bu indikatorni o'zingizga qo'yib o'ylang. SMA. Ustoz o'rgatgan indikator bu. Masalan, mana shu nastroykasi, buni indikator poiskga yozasizlarda mana. SMU, xo'p. Mana короче вот mana da nomi. SMU, mana SMUUTH, Smoothing Moving Average combo bosasizlar, mana nomi Frank Keys degan odamniki. Nastroykasiga kiramiz. Kirgandan keyin buni mana 7.25 qo'yamiz, bo'ldi. Endi bu katta time frame ishlaydi. Bu time frame yaxshi ishlamaydi. Masalan, qaysi coin? Bundan fill coinni qo'yamiz, daily ga olamiz. Men indikator bilan ishlamayman, to'g'risi, lekin masalan bozorda hech narsani ko'rmay qolasiz mana. Savol. Hech narsa bozorda ko'rinmayaptimi? Range yurtdimi? Bo'ldi, indikator qo'yib olaman. Mana dailyda o'zi ko'rinmayapti, 4 soatli. Xo'p, 4 soatli. 4 soatli ham yo'q. Yo'q, bu hozircha uncha yaxshi emas. Buni yaqinroqdan qilib tortish kerak. Просто men hozir sizlarga oldinroq time frame ko'rsataman. Какой-то long bozorga kirib qolgan paytingizda bu cho'tki ishlab beradi. Sizlar mana bu bozor tushmagan vaqtini qaranglar. Ya daily qaysi coin topsak bo'ladi? Misol yaxshi qilib bering. Просто hozir bozor tushgan-ku, o'shaning uchun bu indikator yaxshi ishlamaydi. Hozir lekin masalan, qaranglar. Masalan mana say qaranglar. Bu masalan indikator endi sizlarga masalan какой-то yaxshi zonalar bo'ladi, bozor yaxshi bullish trendga kirib oladi, o'shanaqa momentda qarab qo'yadigan indikator bo'ladi bu. Masalan mana bozor o'tib oldi, to'g'rimi? O'tib olgandan keyin ko'k tepasiga o'tish kerak, sarig'i pastga. Mana tekkanda buy qilasiz, masalan, xo'p qo'ydik. Hop, buni yaxshiroq coin topaylik, o'xshamaganda uni. Ya'ni o'zi kelib qoladi bozor, o'shanaqa vaqtda savdo qilishingiz kerak. Bu coinni o't. Masalan mana qaranglar. Masalan endi bu boshida momentlar o'xshamagan. Xo'p, mana bu masalan bitta enter qilishni boshlaydi. Mana o'tib oldi, bizga sarig'idan tepasiga o'tib olish kerak. Ko'ki tepada qolish kerak, sariq pastda o't mana. Stop loss mana shunday qilamiz, oldingi attiqiga qo'yib qo'yamiz. 12%. 12%. Masalan yana kelganda yana kirdingiz, xo'p, mayli stop loss deylik buni. Masalan sarig'iga qo'yib qo'ydingiz, mana 5% stop loss. Xo'p, yana kelganda masalan mana o'tib olgandan keyin yana bitta enter qildingiz, va masalan 48% qilib berdi. Shunday ishlab ketaveradi. Masalan keldi, ketdi. Xo'p, mana masalan men bu yerda yana bitta keldi. Xo'p, mayli bu stop loss deylik. Xo'p, mana. Endi bullish trend kelib qoladi. Siz trendni mana tushundinglarmi? Tushunganinglardan keyin masalan o'sha indikator просто qo'yib qo'yasizlar o'zinglar uchun. Bozorda hech narsani ko'rmagan vaqtinglarda ko'rsanglar savdo qilaverish kerak, bunga qaramash kerak. Masalan mana high bo'ldi, yashilga tekkan paytda mana bitta enter ochdingiz. Вот masalan men bu yerda eshitdingiz uni. 15%. Xo'p, hozir mana sizlarga просто statistika qilib ko'rsatib beraman. Ustoz o'rgatgan indikator bu, просто sizlar foydalanish bilmaysizlar yoki qaramaysizlar. Bu narsani ustoz o'rgatib ketgan qancha mana ko'kka tekkan yana bitta bor. Men bu yerda yana bitta bor bering. Sinamat. Какой-то trendga kirib qolamiz, bullish trend yoki bir narsaga kirib qolgan vaqtida вот masalan necha marta ishlab beradi bu. Buni qancha o'zim ishlagan buni. Xo'p, masalan men bu yerda stop loss yedingiz. Endi bu yerda o'sha trend, ya'ni siz trendni bilasiz, to'g'rimi? Boyagi trendni bilganingizdek siz bu yerda yana kelganda o'sha shuncha o'sgan narsaga yana long ochmaysizlar, to'g'rimi? Xo'p, bu yerda kirmaymiz. Biz kallamiz islatamiz. Xo'p, masalan necha marta? 1 2 3 4 5 6
Mana 6 marta sizlarga long bozor qilib bergan. Daily time frame'da hammasi 10%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40% gacha qilib bergani bo'ldi. Masalan, mana 4, 5, 6 marta o'sha bullish trend kirgan vaqtida 6 marta qilib berdi, 2 marta stop loss yedingiz. Shuncha masalan stop lossingizda o'zi ham 5% bo'lsa, bu 7%. 5 kere 7, xo'p 35%. 35% minus, lekin qancha foiz plus? 14, masalan 48, mana 15, 23, 22, 39%. Mana shu indikatorni foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bolalar, mana bugungi dars tamom. Mana shunday qisqa dars foydali bo'ldi degan umiddaman.